Qanday qilib sun'iy intellekt orqali oyiga $1000, $2000 pul topish yoki daromadni 10 karra ko'paytirish yoki doktorga pul to'lamasdan maslahat olish yoki qaysidir qurilishda yoki dizaynerlik muammongizni hal qilish. Assalomu alaykum ahli YouTube. Sizlar bilan Oybek Qosimov. Bugungi videomizda sizlarga sun'iy intellektni telefon orqali qanday qilib to'g'ri ishlatish, qanday qilib ro'yxatdan o'tish va qanday qilib sun'iy intellekt orqali doktor, vrach, arxeolog va hamma o'qigan insonlarni maslahatini olishni o'rgatib qo'yamiz. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, like qo'yib, kommentariy yozib berish esdan chiqmasin. Nima deb kommentariy yozishni bilmayotgan bo'lsangiz, siz qaysi kuni bu videoni ko'ryapsiz? Shuni datasini kommentariy yozib qo'ying. Men har bitta videoni ko'ryapman va like qo'yib sizni kommentariyingizni o'qib ketyapman. Do'stlar, tasavvur qiling, birinchi bo'lib sun'iy intellekt haqida sizlarga tushuntirib beraman. Tasavvur qiling, sizni telefoningizda dunyoning eng aqlli insonlari, ulanmolar, doktorlar, vrachlar, dizaynerlar, eng qimmat biznesmen, marketolog, SMMchilar hammasi telefoningizda turibdi. Va xohlasangiz любой moment bepulga maslahat beryapti. Hozirgi paytda siz SMMchni olib nima qilib strategiya yozadigan bo'lsangiz, sizga falon pulga $5000, $1000, $2000 ga strategiya yozib beradi. Sizga sun'iy intellekt bepulga bu narsani qilib beradi. Bu narsani hozir sekin-sekin qadam-qadam qanday qilib sun'iy intellektni to'g'ri, manfaatli va o'zingizga foydali qilib ishlatishni noldan hammasigacha o'rgatib beraman. Xo'p do'stlar, bizning sun'iy intellektni misolida 2 xil, 3 xil sun'iy intellektlar bor. Biz DeepSeek degan sun'iy intellekt bor, Xitoylar ixtiro qilgan. Keyin biz ChatGPT dan foydalanamiz. Eng hozirgi paytda mashhur va hamma taniydigan ChatGPT programmasini skachat qilib olasizlar. Do'stlar, bundan tashqari ChatGPT qanday qilib rasm qiladigan, video qiladigan va har xil turdagi sun'iy intellektlarni hammasini ilovasini rasmlari bilan men Telegram Oybek Qosimov shaxsiy blog Telegram kanaliga tashlab qo'yaman. Pastda kommentariyada yozilgan do'stlar, videoni ko'rib bo'lganingizdan keyin Telegramga o'tib, o'shalarni ilovasini skachat qilib olishingiz mumkin. Endi bu videoda faqat hozirgi paytda sun'iy intellekt o'rgatamiz. Agar siz xohlaysiz, Oybek aka menga qiziq, haqiqatan ham qanday qilib sun'iy intellekt orqali rasm qilishni, qanday qilib sun'iy intellekt orqali video qilishni, qanday qilib sun'iy intellekt orqali musiqa yaratishni o'rgatib qo'ying demoqchi bo'lib qiziq ekan bo'lsangiz, kommentariyaga bu narsani yozib qoldiringlar. Inshaalloh qaysi kommentariy juda ko'p talab bo'ladigan bo'lsa, inshaalloh keyingi videolarimizda sizga sun'iy intellekt orqali uyingizni remont qilishda, dizayn chiqarishda, rasm chizishda, video qilishda, hatto kerak bo'lsa, musiqa, bastakorlikda ham qanday qilishni o'rgatib qo'yamiz. ChatGPT videosi programmasini skachat qilib olamiz va undan keyin ChatGPT ga kirganimizdan keyin ChatGPT bizdan srazu, ya'ni ro'yxatdan o'ting deb so'raydi. Zaregistratsiya tugmasini bostirib, o'z ma'lumotlarga kirib ketsangiz bo'ladi. Bu bir. Undan ham osoni, ya'ni продолжить Google. Bu Google akkauntingiz orqali nima qilish? Bu eng oson usul. Google akkauntni hamma yodlagan bo'lsa kerak. Kim yodlamagan bo'lsa, sahifamizga обязательно chekkadagi подписаться tugmasini bosib berish esingizdan chiqmasin va bizning YouTube kanalimizda qanday qilib Google akkaunt ochib, YouTube ochish kanal videosini ham tayyorlaganmiz. Обязательно ko'rib chiqing va shuni yo'ling. Продолжить Google orqali eng oson uslubi. Kirasiz, saytga kirasiz. To'g'ri tushunasizlar, saytda men bekitib qo'yganman Gmail'larimni. Endi bu shaxsiy ma'lumot bo'lgani uchun любой bitta Gmailni bosasiz. O'sha o'zingiz Gmail'dagi bosganingizga продолжить bosasiz. Bosganingizdan keyin siz sun'iy intellektdan o'zingiz haqingizda ma'lumot so'rayapti. Misol uchun o'zim haqida ma'lumotim, meni ismim misol uchun Oybek. Oybek deb men tug'ilgan nimangizni yozasiz, ma'lumotlaringizni 985-yil. Продолжить bosganimizdan keyin ismimizni, tug'ilgan kunimizni so'rayapti. Shu bizga qanday qilib muomala qilish uchun. Va shundan keyin inshaalloh mana ro'yxatdan o'tdik. Bo'ldi. Biz ChatGPT ichidamiz. ChatGPT ichida tepada получить plus degan joyi bor. Bu pulli versiyasiga o'tish. Pulli versiyasi foydaligi bormi? Foydaligi bor, lekin bu sizni juda ko'p sun'iy intellekt bilan ishlaganingizdan oldin. Boshlanishiga bemalol bepul ham ishlasangiz o'zi mashincha ma'lumot to'kib beradi. Xo'p, endi ChatGPT biblioteka bo'ldi, qolgan shuncha ma'lumotimiz yo'q. ChatGPTda birinchi foydalangan paytda qiladigan ishlar vazifasi. Ya'ni siz o'zingiz haqida sun'iy intellektga ma'lumot bering. Ya'ni misol tariqasida bu men qisqa berdim, do'stlar. Sizga tavsiya qilaman, o'zingiz haqingizda maksimal darajada ma'lumot bering. Ya'ni tug'ilgan yilingiz, nima ish qilasiz, qo'lingizda nima ish kelgan, avval nima ishlarni qilgansiz, nima ishlarni qoyillatgansiz,
qaysi ishlar bo'yicha siz professionalsiz. Misol tariqasida men remont ishi bo'yicha, YouTube bo'yicha yaxshi tushunaman. O'zimni professional hisoblayman, lekin professional kafelni zo'r yopishtiraman. Professional kafel ishi deb o'zim aytaveraman. Rossiyada kafel ishi bo'lib ishlaganman. Shu qo'lingizdan kelgan hamma ishingizni sun'iy intellektga mana shu tarzda yozib berishingiz kerak. Bu nima uchun kerak? Sun'iy intellekt siz bilan tanishib olgandan keyin, ya'ni misol tariqasida tasavvur qiling, siz bitta o'rtog'ingiz sizdan kelib maslahat so'rayapti. Nimadir haqida maslahat so'rayapti. Siz o'rtog'ingizni nima ish qilishini, qayerda o'qigan, nimani, o'rtog'ingiz haqida barcha ma'lumotni bilasiz. Va mana shu o'rtog'ingizning ma'lumotidan kelib chiqib o'rtog'ingizga maslahat berasiz. To'g'ri maslahat berasiz, to'g'rimi? Xuddi shunday sizga ham sun'iy intellekt to'g'ri maslahat berish uchun siz sun'iy intellektni o'zingiz haqingizda birinchi bo'lib qiladigan ishingiz ma'lumotni ko'proq berishingiz kerak. Va undan keyin sun'iy intellekt sizni kimligingizni bilib va sizni ma'lumotingizdan, qiziqishlaringizdan, qo'lingizdan kelgan ishlaringizdan kelib turib sizga maslahat beradi. Endi birinchi qilinadigan maslahatim, men qanday qilib YouTube'da kontent qilsam bo'ladi? Misol tariqasida men yozishim mumkin. Men sartaroshman. Mana o'zim yana tanishtirdim. Juda yaxshi Oybek, siz sartarosh qadri yaxshi hunar ekan. Doim odamlarga bunaqa. Mana sizga сразу уже sizga sartarosh faoliyatiga yordam kerakmi? Men so'rayapman, misol tariqasida sizlarga qisqacha so'rayman. Qanday qilib YouTube'da o'z faoliyatimni video qilsam bo'ladi? Ketdi mana. Bo'ldi, juda zo'r fikr. Oybek Qosimov sizga YouTube orqali sartaroshlik nimasini o'rgatadi. Bo'ldi. Ketdi. Ya'ni endi menga qanday qilib videolar, qanday qilib sartaroshlik qilishdi, hammasini ko'ryapsiz, ketma-ket tashlab beryapti. Nima keraklik, qanaqa yorug'lik, video montajda qanaqa programmalarni qilishim, YouTube kanal ochish kerakligini o'zi qanday qilib, Oybek Barber deb YouTube kanal tavsiya qilyapti. Ko'proq odamlarga yetib borish uchun maslahatlar, ya'ni menga 5 ta qadam yozib berdi, qanday qilib YouTube'da sartarosh bo'lib turib o'z kanalimni yurgizishni o'rgatyapti. Endi sizga bexosdan vrach kerak bo'lib qoldi, ya'ni doktor. Do'stlar, lekin 100% ChatGPTga ishonishni tavsiya qilmayman, chunki bu professional doktor emas, lekin doktorlardek men to'g'risini aytsam, onamga bitta dorini yozib berganda, u dori aptekalarda yo'q bo'lganligi uchun sun'iy intellektga vrachda menga yordam ber. Men shu dorini o'rniga qanaqa dori berishim mumkin deb bersam, menga sразу 4 ta analog topib berdi va o'sha analogni kirib aptekadan topgandan keyin onamni juda zarur dori edi. O'sha dorini olib kelib onamga bersam, alhamdulillah, o'sha narsa foyda berdi. Qaranglar, sun'iy intellekt. O'shuning uchun sun'iy intellektda juda katta chuqurlashib ketmaymiz. Doktor sifatida baribir tekshiramiz. Ya'ni Oybek Qosimov sun'iy intellekt so'radi, sun'iy intellekt yozgan deb nima qilmaylik. O'z sog'lig'ingiz, bu sizga o'zingiz sog'lig'ingiz o'zingiz uchun tegishli. Misol tariqasi mana yana plusni bosasizlar, yangi nima qilasizlar? Покажи мне hozir kerak bas. Ya'ni misol tariqasida menga vrach kerak yoki menga usta kerak. Professional usta. Qanday usta? Men uyimga отопление qilmoqchiman va отопление qanday bo'lishini bilmoqchiman. Men kiraman, eslab qo'yinglar, sun'iy intellektga birinchi bo'lib rol berishni o'rganinglar. Rol berish, ya'ni kimdek sizga javob bersin. 50, misol uchun 20 yil staji bor marketologdek javob ber. 50 yil pedagog doktordek javob ber. Eng zo'r quruvchidek javob ber. Eng zo'r santexnikdek javob ber. Eng zo'r dizaynerdek javob ber desangiz, sizga dizayn javob beradi. Sun'iy intellekt videolarni ko'ra olmaydi, lekin rasmlarni ko'ra oladi. Men gohi paytda uyimni rasmga olib turib, sun'iy intellekt tashab turib, mana shu uyda qanday bezak qilsa chiroyli bo'ladi desam, u menga har xil turdagi variantlarni hammasini yechib beryapti. Dizaynerdek javob beryapti. Endi bizga nima kerak? Misol tariqasida kelinglar, mana rasmimdan birontasini foydalanamiz. Telefonimdagi mana stol tennisi. Men o'zimni uyimga stol tennis yasamoqchiman. Xuddi shunday. Men beryapman, stol tennis tashlayapman va menga professional 20 yil tajribasi bor ustadek javob ber. Rol berdim. Shunday tennis stolni uy sharoitida yasasam, to'g'ri yozgan bo'lsam, noto'g'ri yozgan bo'lsam kommentariyaga yozib ketildim. Sharoitida yasasam bo'ladi. Rasm tashladim. Professional ustadek 20 yil tajribasi professional ustadek menga javob beradi. Albatta 20 yil tajribasiga ustadek darajasida tennis stolni qanaqa kerakli asbob uskunalar ketdi. Elektropillalar, uchun shurib qo'ydim. Kerakli materiallar, tavsiya qilgan razmeri hamma chiqarib beryapti. Rangi to'g'risi, chiziqlar, oyoqlar nogi, ya'ni qanaqa oyoqlardan qilsa bo'ladi. Yaratish jarayoni, stol yuzasini tayyorlash, ramka oyoqni yasash,
to'r setka, maslahatlar, standartlar o'lchamigacha beryapti do'stlar. Agar xohlasangiz sizga chizma, chertyoj, 3D model ham tayyorlab berishim yoki videoga tayyorlash jarayonini bosma-bosma tayyorlab qilib berishim mumkin deyapti. Zo'rmi? Zo'r. Eslaringizdan chiqmanglar do'stlar. Bizning videomizga like qo'yib, kommentariy yozish esdan chiqmasin. Biz sizdan like, kommentariy sababi videomiz ko'proq insonga tarqalsa, videomiz prosmotri ko'p bo'lsa, bizga ham ilhom keladi va yana video qilishga targ'ibot bo'ladi. Xuddi shunday, mana u joni yo'q, sun'iy intellektdan maqtovni yaxshi ko'radi. Обязательно bunaqa ishlardan keyin, gap yo'q, rahmat senga deb qo'ying. Qancha siz sun'iy intellektga maqtov bergansiz, u sizga yana ham ko'proq yordam bergingiz keladi. Qaylar rahmat sizning ilk so'zlaringiz uchun Oybek aka, xizmat har doim tayyor biz. Kelgusi videolarni nima qilamiz? Yana savolingizni erkin yozing. Ko'ryapsizmi? Men shu yerda chizmani chizib berdi, siz bo'laveradi. Buni joni yo'q. Lekin iltimos so'zini ishlatsangiz bunga ham yaxshi. Pullik variantida buni tezroq chizadi. Bepul variantda sun'iy intellekt juda sekinroq chizadi. Chunki lekin shunda ham sabr toqat qilib bemalol sizni ishingizni bitkazib beradi. Tayyor bo'lgan rasmni men Mamutga qo'yib ketaman ekranga. Qanday chiqdi, yoqdimi sizlarga sun'iy intellektdan foydalanishni o'rgandilarmi? Men nimani o'rgatdim hozirlarga? Hozirgi paytda sizlarga YouTube'ga kontent qilishni o'rgatdim. Sizga biznes loyiha qilishni o'rgatdim. Uy sharoitida nimadir YouTube'da, Instagram sun'iy intellektga berib, O'zbekistondagi eng kuchli marketolog bo'lib, menga O'zbekistonga hozirgi paytda uy sharoitida qanday bizneslarni qilsam bo'ladi deb savol bersangiz, sizga top 10 ta bizneslarni chiqarib beradi. Ularning ichidan menga mana bu biznes yoqdi. Shuni boshlashim uchun nimalar harakatlanishim kerak desangiz, sizga mana harakatlarni yozib beradi. Siz uchun o'ylab hamma narsani tayyor holatda topib beradi. Alloh alam, sizdan faqat bitta narsa: mehnat, mehnat va yana mehnat. Mehnat qilganingizga inshaalloh siz oyiga kerak bo'lsa $1000 bas 10 ming, 20 ming dollar topish ham qo'lingizdan keladi. Voy, jigar. Millioner bo'lib ketganingizni Oybek Qosimov esdan chiqmamasini, ingni milliy tur, oyog'im 43. Hazillashdim. Do'stlar, like qo'yib videomizni sizni ishingiz yursa biz ham xursand bo'lamiz. Siz bilan Oybek Qosimov edim. Kanalimizga podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying, videomizni yo'qotmaslik uchun va shu qanaqa yana foydali kontentlar bizda ko'rmoqchisiz. Nima sizga qiziq? Sun'iy intellekt orqali yana rasm chizish, video qilish, musiqa bartarash mavzulari qiziq bo'lsa, videolar kommentariy yozib qoldiring. Umuman qanaqa mavzular sizga qiziq bo'lsa ham, buni ham kommentariy yozib qoldiring. Inshaalloh sizlar uchun chotki video qilib berishga harakat qilamiz. Sog' va salomat bo'linglar. Sizlar bilan Oybek Qosimov.